18. Bab. Hazreti İsa şagirdlarga boşaşmasdan hamisha dua qilib turish kerakligi to'g'risida yana bir tamsil so'zlab berdi. Ma'lum shaharda bir qozi bor ekan. U Xudodanmi qo'rqmaydi ekan. Odamlarni hurmat qilmaydi ekan. Shu shahardagi bir tul ayol hamisha uning oldiga berib, birsi menga uvol qildi. Siz adil hukm chiqarib, menga atidorchilik qilsangiz, deb talab qildi. Lekin qozi bu ishni bak kaniga so'raveribdi. Biroq keyin ichida men Xudodan qo'rqmayman. Odamlarni hurmat qilmayman. Lekin bu tul ayol doim ishigim oldindan ketmay meni zehtirvatdi. Uningdan qutulish uchun hal dardini anglab, dardiga yetkinim tuzuk o'xshaydi, deb o'ylabdi. Rabbimiz İsa tamsilni tushuntirib mundaq dedi. Bu adolatsiz qozining so'zlaridan savoq elinglar. Bir adolatsiz qozi shundoq qilgan yerda Xudo o'zidan kech-kunduz yordam tilagan bandalarining dardiga yetmasmi? Ularga qildigan shafoatini kechiktirarmi? Yo'q. Aksicha, Xudo jazman tezdan ularning holiga yetidi. Darvaqa, inson o'g'li osmondan qaytib kelganda, yer yuzidan o'ziga ishonadiganlarni topalarmi? Hazreti İsa o'zlarini adolatchi davilib, boshqalarni ko'zga ilmaydigan kishilarga qartib, yana bir tamsil etdi. İki kishi duo qilish uchun markaziy ibodatxonaga beribdi. Ularning biri Parisi, yana biri bojgir ekan. Parisi xalqning oldi o'rtirib, mag'rurona holda: "Ey Xudo, mening boshqalardek aldamchi, gunohkor, zinaxo'rlardan bo'lib qolmaganimga, bo'libmi bu bojgir o'xshmanimga shukr. Men har haftada 2 kun ro'za tutaman va butun ish haqimning ondan bir ulushini Xudo yo'lida sadaqa qilaman", deb duo qildi. Biroq elqi bojgir boshqalardan yer holda ibodatxonaning bir bulungda turib, beshini ko'tarib osmonga qarashqimi jur'at qila olmay, mayishlangan holda maydisiga urib: "Ey Xudoyim, men gunohkor, menga rahim qilg'aysan", debdi. Anglab qo'yinglarki, Xudoning nazarida bu ikkilandin elqi Parisi emas, balki bojgir kechirimga erishib uyga qaytibdi. Chunki Xudo o'zini ustun tutganni tövan qiladi. O'zini tövan tutganni ustun qiladi. Qo'lini tegizib baxtilsin deb kishilar kichik bolalarni Hazreti İsa'ning oldiga elib keldi. Buni ko'rgan shogirdlar ularni aybladi. Lekin Hazreti İsa bolalarni chaqirib: "Bolalar oldimga kelsin. Ularni to'smanglar. Chunki Xudoning podshohligiga kirdiganlar dal mushularga o'xshashlardir. Bilib qo'yinglarki, kim Xudoning podshohligini sabiy bolalardek qabul qilmasa, buningga hargiz kirolmaydi", dedi. Yahudilarning boshliqlaridan bo'lgan bir boy Hazreti İsa'dan: "Yaxshi ustoz, men qanday qilsam mangulik hayotga erishiman?" deb so'radi. "Meni nimishqa yaxshi deysiz?" dedi Hazreti İsa. "Yegona Xudodan boshqa yaxshi yo'q. Siz Tavratda buyurilgan zina qilma, qotillik qilma, o'g'rilik qilma, yolg'on guvohlik berma, ota-onangni hurmat qil degan farzlarni ado qiling. Bularga kichigimdan tortib amal qilib kelyapman", deb javob berdi hilqi kishi. Bu gapni anglagan Hazreti İsa uningga yana mundaq dedi: "Sizda qilishga tegishlik yana bir ish kam. Bütün mol mulkingizni setib, pulini kambag'allarga bering. Shunda qilsangiz, erishta
g'azininiz bo'ladi. Ondan kelib, manga agishin. Yilqi kishi bu gapni anglab, ko'ngli intayin bir aram bo'ldi. Chunki u nihoyatda boy edi. Bu holni ko'rgan Hazreti Ayso, mol dunyosi ko'plarning Xudoning podsholig'iga kirishi nima degan tasha? Ularning Xudoning podsholig'iga kirishi to'gining yengni to'shigidan o'tishidanmi tas ekan, dedi. Buni anglaganlar, undaqda kim qutqizishga erishalaydi? deyishdi. İnsanlar qodir bo'lmaganga Xudo qodirdir, dedi Hazreti Ayso. Bu çağda Petrus, mana biz barlig'imizni tashlab sizga agashdik. Sizcha biz qutqizilamdik, dedi. Bilib qo'yinglarki, Xudoning podsholig'ini deb uyi, ayoli, akfuklari, ota-onasi yoki bolajoqlaridan voz kechganlarning hammasi hem bu dunyoda haslab ko'p boyliqqa, hem u dunyoda mangulik hayotga erishdi, dedi Hazreti Ayso javob berib. Hazreti Ayso 12 shogirdini bir chetga tortib, ularga, mana biz hozir Yerusalimga ketyapmiz. Payg'ambarlarning inson o'g'li to'g'riliq yozganlarining hammasi shu yerda amalga oshirildi. U Rimliklarning qo'liga topshirildi. Ular uni masxara qilib, haqoratlaydi, yuziga tukirdi va uni qamchilaydi, o'ltirdi. Lekin u 3-kuni qayta tirildi, dedi. Biroq shogirdlari Hazreti Aysoning so'zlaridan hech nima tushunolmadi. Chunki bu so'zlarning ma'nosi qasddan yoshirilgan bo'lib, ular Hazreti Aysoning nima demoqchi bo'lganini bilolmadi. Hazreti Ayso Erixa shahriga yaqin kelganda bir qarg'u yo'l bo'yida o'ltirib tilamchilik qilyotdi. U bu yerdan o'tib ketayotgan ko'pchilikning ovozini anglab, nima vaqa bo'lganligini surishtirdi. Biri uningga, "Nosiralik Ayso bu yerdan o'tib ketyapti" deb uqtirdi. "Hey, podsho Davudning avlodi Ayso, menga rahim qilg'aysiz" deb vaqirab ketdi u. Hazreti Aysoning oldiga kelayotgan kishilar tilamchini ayblab, uning un chiqarmasligini aytdi. Lekin u, "Hey, podsho Davudning avlodi, menga rahim qilg'aysiz" deb texmi qattiq vaqirdi. Hazreti Ayso qadimini to'xtatib, qarg'uni oldiga akilishni buyurdi. Qarg'u yaqin kelganda Hazreti Ayso uningdan, "Mendan nima talab qilasan?" deb so'radi. "Ey Rabbim, ko'zimning ochilishini talab qilaman", dedi qarg'u. "Ko'zlaring ochildi. Menga bog'ligan ishonching seni saqaytdi", dedi Hazreti Ayso uningga. Qarg'uning ko'zi shu an ochilib, Hazreti Aysoga egishib, yo'l bo'yi Xudoga shukr etib mangdi. Bu ishni ko'rgan xaloyiqmi Xudoni madhiyalab mangdi.